Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning O'zbegim nomli she'riy kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Aslida Erkin Vohidovning she'rlarini saralashga hojat yo'q. Qaysi satrni o'qimang, kitobga kirgingiz, mutolaaga kirishgan o'quvchiga xoh katta yoshli, xoh bugungi davr farzandi bo'lsin, shoir ijodini taqdim etgingiz, she'rlari zamiridagi faqat so'z san'atkorigagina xos bo'lgan haqiqatlardan boxabar etingiz keladi. Yurtim, seni yana oldim qalamga, to'ying shodiyonang bahona bo'lib, yana kelib qo'nding tong misraga, falak misol etgan durdona bo'lib, iqbol peshonamga bitgan oshyonim, O'zbekistonim.